Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 25-iyun sanasida Black Splendor slivalarimiz pishib yetildi do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. Bandi tomonigacha qorayib pishadi do'stlar. Hozir bu pishganiga bir hafta mumkin bo'lib qoldi. Endi teryapmiz. Mana do'stlar, o'ta ham serhosil nav hisoblanadi. Sho'xchi daraxtimiz oldida turibmiz. Boqilishni tavsiya qilamiz. O'ta ham effektli slivalardan hisoblanadi do'stlar. Ichi qizil bo'ladi. Black Diamond bor. U 20 kunlardan keyin pishadi. Ichi sariq bo'ladi do'stlar. Black Splendor ekishinglarni tavsiya qilamiz. Kimdan kim slivadan boqiladigan bo'lsa, mana shu Splendorda ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Kalibriga baho beringlar do'stlar. Mana kalibrovkasi o'ta ham idealniy bo'ladi. Deyarli bir xil kalibrda bo'ladi. Gibenimizni eng oxirgi terimlari aytganimizdek shoxida turaveradi do'stlar. Terilganiga 20 kun bo'lib qoldi. Undan ham oshib qoldi shekilli. Hali ham shoxida turibdi mana. Qolib ketganlarini terib olgan qilamiz. Mana. Uch kirgan bo'ladi. Bu yerda mana shunday chizig'i bo'ladi do'stlar. Buni ham ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Hosilini qaranglar, terilgandan keyin ham shoxida anchagina hosili bor. Boqilishlarni tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.